Bugun sizlar bilan такой yangi formatda Get Ready With Me olmoqchiman. Hech qachon qilmagan makiyajimni hozir sizlar bilan birgalikda qilib ko'raman. Ya'ni koreyskiy makiyaj. Koreyada hamma narsa такой mimimishniy bo'ladi. Barcha mimimishniy narsalarni hozir shu videoda yig'dim. Birinchisi, yuzimni makiyajga tayyorlash uchun aynan mana shu narsalardan, kremlardan yog'ligisini olib yog'ini olish uchun albatta labimiz. Yuz makiyajiga tayyor. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi meva? Concealer. Qizil manbetroqqa tushish kerak, chunki bu koreyskiy makiyaj. Voy dod. Oh, jonim. Влажный kolleksiya. Eng qiyin narsalardan biri nimaligini bilasizlarmi? Podvodka bilan ishlash. Professional podvodka, lekin buni keyin yuvishni o'ylash kerak-da. Beton qo'nadi, beton bo'lib qonadi. Bitta ko'zimni takoy qilib chizib oldim, men ikkinchisini bismillah deb chizish kerak. Ozgina. No. Fikrga yopishtiraman. Ana endi